ko'ringlar, bozor puli ishlanyapti O'zbekistonda hammasi. Nyu-Yorkda bitta penthouse olib qo'yadi bo'ldi. Buni men tanlaganlarni bilaman kimligini. Tanlagan 1 millionlik joyda chiqarilish joyi yo'q anaqada. O'shandagi uylarni. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar. Mana bizda yoshlar uchun ming kitob loyihamizda yangi rukun kitob muhokamasiga bag'ishlangan charx rukuniga qilgan taklifimizga labbay deb javob berib yetib kelganinglar uchun o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz. Demak, bugun bizning muhokamamizda Aven Bertoning loyihasi tartib kitobi bo'ladi. Xo'p, assalomu alaykum. Avvalambor taklif uchun katta rahmat. Xo'p, bu proyekt boshlanganida taklif qilishgan edi. Biz tarafdan ham qiziqish bo'lgan, chunki qaraganimizda siyosat, iqtisod, har xil sohalarda kitoblar bo'lgan va bu kitoblarni biz oldindan o'qiganmiz. Va bu nimani kitoblarni o'zbek tiliga tarjima qilish juda qiziq bo'lgan. Chunki o'qiganmiz, nimasini, mazmunini qaysidir ma'noda tushunganmiz, lekin o'zbek tilidagi terminologiyasi yoki qanaqa chiqar ekan va undan tashqari o'sha biz bilgan narsamiz qolganlar ham bilsin degan ma'noda bir hissamiz qo'shildi degan ma'noda qo'shilganmiz. Va shu kitob ming kitob doirasida 2 yil oldin edi. Birinchi kitob o'sha loyihasi tartib va ikkinchisi davlat kabi nazar degan ikkita kitob tarjima qilganman. Umumiy experience deydimi nima? Tajriba qiziq bo'lgan juda ham. Endi balki nima savol javob nimasida aytib o'tarmiz. Juda qiziq bo'lgan, o'zim uchun ham qiyin bo'lgan. Ko'p narsa o'rganganman. Bu kitob ichida ham ancha narsalar bor. Shu umumiy anaqa boshlanishiga menimcha. Rahmat kattakon. Bu haqda oldindan bir podkast o'tkazilgandi, fikrlaringiz bilan bo'lishgan ekansiz. Birinchi o'rindagi savol tug'iladi. Mana nomini o'qib, Order without design, ya'ni loyihasiz tartib. Loyihasiz tartib deganda nimani tushunish kerak? Xo'p, kitob mana shu. Xo'p, birinchi sizlarni menejer bilan gaplashib o'tirganda mana shu kitob bor. Tarjimon qidiryapmiz deganda ikkinchi etajga kelib gaplashganmiz. Ko'rganman, qiziq haqiqatdan ham Order without design, lekin ochig'i ozgina boshida ko'rganman, lekin o'qib chiqmagan edim. Qizig'i, nimaga qiziq bo'lgan? Men o'zi nima tarafdan, mutaxassislik tarafdan siyosiy iqtisod. Iqtisodchi emas, siyosiy iqtisod tarafdan mutaxassisligim shu. Qaraganman, qiziq haqiqatdan ham kitob. Ko'rganman, o'qiganman, shuni beringlar, olaylik, tarjima qilaylik deganman. Xo'p, lekin bu nimaga ham 2 yil o'tdi. Ichidagi narsalar ba'zilari esimdan chiqib ketgan, boshqa, lekin umumiy ma'noda mazmuni turibdi. Xo'p, endi kitob o'ziga keladigan bo'lsak, o'sha Order without design haqiqatdan ham qaraganman nimaga unaqa degan. Ichini o'qib tarjima qilib bo'lgandan keyin ham to'g'risi ochiqchasi unchalik tushunmaganman nimaga unaqa ma'noda aytmoqchiligini. Chunki dizayn degan narsani ta'rifi unchalik yo'q kitob ichida. Dizayn deganda biz nima deganmiz? Loyihalashtirish. Lekin dizayn turish o'zini qoldirish ham balki yaxshidir degan fikr ham bo'lgan. Dizayn masalan har xil ma'noda, ya'ni tashqi tarafdan dizayn ham bo'lishi mumkin, umumiy makro level tarafdan ham toshkent dizayni ham bo'lishi mumkin-da. Loyiha ham bor. O'shaning uchun ikkita nimadan qaysini tanlash anaqasi bo'lgan, qiyinchiligi bo'lgan va bu kitobda aniq bir yoritilmagan. Shu ma'noda men loyiha deylik, chunki loyiha ko'proq arxitektonik tarafdan to'g'ri tushadi. Loyiha faqat mana bu tashqi ko'rinishi ham emasda, umumiy makro leveldagi qanaqa bo'lishi kerak o'sha game plan deyshadi, shaharning umumiy bosh rejasi. Shuni ichidagi detallarini ham qamrab oladigan narsa loyiha bo'lsa kerak deb olganmiz va loyiha bo'lib ketgan. Endi nima demoqchi o'sha muallif deydigan bo'lsak, tartib. Ya'ni loyihasiz tartib deganda ozgina kirish qilamiz. Bu olim o'zi aslida nimani? Fransuz olim, Fransiyada yashagan, arxitektura o'qigan. O'sha birinchi bobida ham ko'p narsani shuni o'zini ozgina tarixini gapirib o'tadi. Arxitektura, qurilish muhandisligini o'qib turib, keyin Fransiyadan chiqqan holda Jazoirga boradi. Jazoir o'sha paytda 65-yillarda endi mustaqil bo'lgan bo'ladi. Va Jazoirda Jazoir emas, Yaman. Jazoir va Yamanga ikkita nimaga boradi-da. Hali juda ham ko'proq aytganda bardaq. Shaharlar tartibga kelmagan, uni o'sha praktika qilish o'sha yerga boradi, ko'radi. Vaziyat juda og'ir va uni xuddi hozir Toshkentda bo'ladigan, masalan, kimdir borib bino bitta joyda yer olgan, bino qurmoqchi, butun o'sha shaharsozlik bo'limi hokimiyatdan o'tadi. Xuddi shu narsani 65-70-yillarda bo'lgan va bu faqat nima bo'ladi? Sani ishing kelgan hujjatni to'g'ri deb berishing degan narsani aytadi, o'sha boshliq aytadi-da. Keyin bu qariydi bir marta keladi, qariydi xato.
mayli deb ruxsat beraverib, keyin vijdoni ko'tara olmaydi bu narsani. Vijdoni ko'tara olmaydi, to'xtanglar, men ko'ryapman, mana kelyapti. Bu yerda hech qanaqa ishim yo'q, faqat ma'qullab turibman. Lekin bu masalan mantiqqa ham to'g'ri kelmaydi. Bu 15-20 yil oldingi qabul qilingan Fransiyani o'sha me'yorlardan kelib chiqqan holda qilingan narsa bu. To'g'ri kelmaydi-ku bu mantiqqa. Uzr, men vijdonim to'g'ri kelmayapti, shuni boshqacha qilaylik degan ma'noda o'sha yerdan boshlanadi. Keyin yillar davomida o'sha Jahon bankida ishlaydi, har xil proyektlarda qatnashadi va oxiri Amerikaga, Nyu-Yorkka borib o'sha yerda qolib ketadi. Va umumiy ma'noda Fransiyani bilamiz, kontinental davlatlarda, Fransiyada kontinental davlatlar ozgina konservativ, ya'ni bozor iqtisodchilar yaxshi biladi, bozor prinsiplari u daraja qattiq shakllanmagan. Amerikaga boradigan bo'lsangiz, hamma narsani bozorga berib tashlagan. Ya'niki davlatning umuman roli bo'lmasligi kerak, hamma narsani o'zi bozor chiroyli tartibga solib qo'yadi degan fikr shakllangan. Bu olim o'sha narsani Fransiyadan kelib, har xil ikkinchi, uchinchi rivojlanayotgan davlatlardan ko'rib turib, Nyu-Yorkka borib turib o'sha fikrlar shakllanib qolganda, nima bo'lgan? Demakki, rivojlanayotgan davlatlarda shaharni tepadan qarab turib, 4-5 ta boyagi kattakonlar o'tirib turib, mana bu bunaqa bo'lishi kerak, bu yoqda bunaqa bo'ladi degan narsa bilan loyihalashtirish har doim to'g'ri bo'lmaydi. Nimaga? At the end of the day, oxirgi payt, ya'ni eng o'sha pirovardida deymiz-ku, hammasini qiladigan odam. Siz dahshat qilib Sergelida citylar quring, bir nimani quringda, transportingiz bormasa hech qachon yo'lga biznes borib turib, klasterlar paydo bo'lmaydi hech qachon oshxona narsasi. Nima degani? Bu degani bozor. Narx signallari beradi-da, narx oshadi, narx kamayadi. Odamlar ko'chib o'tadi, transport paydo bo'ladi. O'shandan keyin odamlar biznesda o'sha yerga ko'chib boradi-da, sekin-sekin tartib paydo bo'lishni boshlaydi o'sha yerda o'zida. Buni hammasini hukumatdagilar o'tirib turib rejalashtira olmaydi degan narsani aytmoqchi umumiy ma'noda. Ya'niki aslida bozor o'ziga ma'lum bir ma'noda berib qo'yadigan bo'lsa, oxirida pirovardida yillar o'tgandan keyin bozor o'zi odamlarning insentivi bozor orqali shakllanadi, narx-navo bilan shakllanadi. Men hech qachon, masalan, hozir ishim nimada, mana Westminsterda ishlayman, borib turib, masalan, bugun boy taksichidan aniq qildim, ipodromdan 35 kilometr nariyoqda turaman, Chinozda turaman dedi. Bemalol borib kelaman dedi. Uy juda arzon. Как раз o'sha paytda bitta developerni nimasidan uy ko'rdim-da, qancha ekan narxlarini qiziqib ko'rdim. Mana anaqada Yashnobodda metr kvadrati $2000 deyapti-da. Aka dedim, sizlar nima ko'ryapsizlar dedimda, metr kvadrati $2000. Undan chiqdimda, u degani 65 metr kvadratli uy $130,000 ga tushyapti. Keyin boyagi taksi aytibdi, meni uyim Chinozda turadi, 35 kilometr bor, u yoq bu yoq 1 soatda kelaman Toshkentga deyapti. Uni uyim men 40 mingga zo'r uy olasiz deyapti. Endi men masalan, agar oddiy konsumer o'sha iste'molchi sifatida qaraydigan bo'lsam, hozir menga $40,000 bor. Chinozga ketasizmi desa, bormayman. Nega? Ahmoq emasman, uyim bu yerda. Bolalarim u boshqa joyda o'qiydi. Men hech qachon arzon ekan deb Chinozga ketmayman-ku, to'g'rimi? Nima degani? Biz hammamiz iqtisodiy agentmiz. Ko'rib turib, nima qilamiz? Qaror qabul qilamiz deb, bozor signali bilan ta'sir qilgan holda nima qilamiz? Harakatga kelamiz, qaror qabul qilamiz. O'shaning natijasida yillar davomida shaharda nima qayerda quriladi, hammasi paydo bo'ladi, tartib shakllanadi. Masalan, hozir Toshkentni misolda ko'radigan bo'lsak, endi sal Toshkentga tushmaydi. Nimaga? Sabablari bor. Chunki bizda hali ham bozor shakllanmagan va bozor shakllanmagan eski paytidan paydo bo'lgan davlatmizda. Va hozir qilayotgan ba'zi ishlarimiz ham bozor shaklanishiga teskari bo'lgan nimalarda ketyapti. Shu ma'noda bizga unchalik tushmaydi, lekin mabodo qo'yadigan bo'lsa, mantiq o'zi bozorning mantig'i sekin-sekin odamlarning qaror qabul qilishi bilan tartibni paydo qiladi shahar ichida. Hech qachon normal odam, masalan, mana bilsanglar, hozirgi skver borda, skverda katta bitta otel qurilyapti. Anaqa ishqilib mehmonxona qurilyapti. Shuna chiqqan Amir Temur emas, Mustaqillik maydonidan chiqqan oldida katta mehmonxona qurilyapti. Agar bilsanglar, yonida muzey bor, sharq binosi bor, 16 etajli bino. Ya'ni shaharni qoq markazi degan bo'ladi. To'g'rimi? Shuni agar yonini ko'rsanglar, bitta nima bor, zavodmi nimadir bor. Shu bu yoq tarafini ko'rsangiz, zavod bor, hech narsa ishlamaydi u yerda, lekin kamida bir 1,5 gektar yerni egallab yotibdi. Normal mantiq bozor shakllangan joyda u joyda zavod bo'lmaydi. U joy tashlandiqda yotibdi-da. U yerda nima bo'ladi? Kimdir sotib oladi, uni sotadi, Toshkent shahar tashqariga chiqib ketadi-da, zavodni o'sha yerda qurib, u yerda kamida 20 metrlik bir bino quriladi. Normal holatda. Demak, hozir bizda bozor yo'q, o'sha narsa shu yerda turibdi. Shaharning qoq markazida. Nima demoqchi? O'sha paytda, eski paytida, demakki, Moskvadan ham misol keltiradi. Eski paytida bunaqa narsa o'ylanmagan, u yoqda plan, ya'niki rejalashtirish bo'lganligi uchun nima bo'ladi? Ular hammasi o'tirib turib, shaharni qo'l bilan chizishgan. O'shaning uchun Moskvaning ba'zi joylarida nima bo'ladi? Zavod ham tushib qolgan, boshqa ham tushib qolgan, yashaydigan joylar tashqari chiqib qolgan, mana bunaqa bozor shakllanmaganligini buzib tashlagan.
bozor kelgandan keyin nima bo'ladi? Sekin-sekin bu narsa buzib tartibga solib, yer narxi oshgandan keyin hech qat u yoqda, ya'ni 1 millionlik joyda siz oddiy kichkina uchastka, 4 xonali uchastkada yashash hech qachon mantiqqa sig'maydi. Uni sotasizda 200 ming dollarga tashqaridan bitta uy olib turib, uchastka olib turib, 100 mingga bitta shahar ichidan dom olasizda, u yoqni 1 million dollarga sotib olasiz. Sotib yuborasiz bir oyga. Ya'ni bozor degani mana bunaqa. Ya'ni bu narsa hech qachon bir odamlarni o'tirib turib qo'llar bilan chizgan narsa bilan shakllanmaydi. Odamlarning xatti-harakati sekin-sekin shahar ichida bozor bilan birgalikda, narx signallar bilan birgalikda nima bo'ladi? Tartib shakllanadi degan umumiy kitobning mazmuni shu. Asosiy nima deydi? Bitta og'iz bilan so'z bilan gapirganda nima deydigan bo'lsa, mana shu narsani aytmoqchi. Ya'ni tartib har doim ham loyiha bilan emas, loyihasiz shakllanadi. Loyiha har doim shakllanmas degan ma'noda argument beryapti muallif. Aha. Muallif birorta misol keltirganmi? O'sha loyihasiz yuzaga kelgan shaharlarga ko'p. Xo'p, endi juda ko'p. Masalan, endi AQShdagi shaharlar misol bo'lishi mumkin yoki boshqa shaharlar misol bo'lishi mumkin. Endi kitobda shunaqa nima qiladi? Oddiy misolda, masalan, Houston, Texasni bilamiz, Amerikaning deyarli hamma shaharlari shunaqa. Chikagoga borsangiz ham, boshqa borsangiz ham yillar davomida shakllangan shaharlarda, u hech qachon davlat kelib turib, o'zi Amerikani boshlanishi kolonial nimadan bo'lgan-ku, davlat degan narsani ular keyin davlat qurishgan. Amerika shu ma'noda u yerda bozor shakllantirib turib, davlat keyinchalik aralashtirib turib, ma'lum bir affordability, ya'niki hamyonboplik masalalariga krizis bo'lgan paytda o'sha ijtimoiy uylarni ta'minlash, infrastrukturalar qurish ma'nosida keyin davlat kirib kelish boshlagan. Undan oldin butun yer, masalan, xususiy yer egaligi shahar shunaqa paydo bo'lgan. Endi bunga teskari misol qanaqa bo'lgan deydigan bo'lsa, Braziliyani bilamiz. Braziliyani Brazil degan nimasi poytaxti bor. Poytaxti bor. Buni nima qilgan? Klassik misol sifatida aytadi. Ya'ni boshqa kitobdan ham bor, o'sha Brazil shahri. Mana bu ertalab nima o'tirib kompyuterda qidirdim. Agar ko'rsanglar, Braziliyani loyihasini ko'rsanglar, shunaqa shahar, shunaqa poytaxt, shahar emas. Poytaxt. Qushga o'xshab rejalashtirilgan. Ya'niki shuni tepadan qarasangiz, qush emas. Qush ham airplane, samolyot deyishadi. Shunaqa qilgan samolyotda endi dumidan uchigacha po'nima unaqa bo'ladi, ikkita qanoti bo'ladi. To'g'rimi? Shahar tepadan qarasangiz shunaqaki, nimasidan, samolyotni boshidan oxiri dumigacha bo'lgan joyda katta qilib plaza, yashil maydon qurishganda. Ikkita tarafi anaqa turib, uylarni anaqa qilgan keyin. Endi shahar shu darajada rejalashtirilgan, tashqaridan qarab turib, voy dahshat. Tashqaridan tepadan qarasak, dizayn dahshat-da bunaqa. Lekin funksionalmi deydigan bo'lsa, umuman funksional emas. Nimaga? Chunki odam yashagisi kelmaydi deydi shaharda. Chunki ular nima qilgan? Bu yerda bunaqa bo'lish kerak, bu yerda bunaqa bo'lish kerak bo'ldi. Ya'ni odamlarning xatti-harakatini ular oldindan ko'rib turib, sizni o'lchamingizda, sizni dunyoqarashingizda shahar shunaqa bo'lish kerak deb rejalashtirib qo'ygan, lekin odamlar unaqa harakat qilmaydi. Shahar 500 ming odamga qurilgan, 2 million, 3 million odam yashaydi. Ya'ni shahar yashashga umuman mo'ljallashmagan. Ya'ni men bormaganman, agar borganlar bo'lsa naqsin, juda noqulay deyshadi. Haqiqatan juda ko'p joyda eshitganman, juda noqulay. Nyu-Yorkka borsangiz, Chikagoga borsangiz nima qulay? Nega? Chunki u yerdagi nima mantiq bozori natijasida paydo bo'lganda, hech qachon million dollar turadigan, masalan, Ginza, yaqinda Tokioga borib keldim, Tokioning eng qimmat joyi Ginza deyshadi. U yerda metr kvadrati emas, qarishingiz necha ming dollar turadi. Mana shunaqa 2 qarish bir odam o'lchasangiz necha ming dollar turadi. U yoqda hech qachon uy qurib, uyda yashash hech qachon mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Bozor u narsani siljib chiqarib yuboradi. Agar mabodo bitta odam nima qilib turib, "Yo'q, menga shu ota-onamdan meros qolgan la'natliman sotib ketsang" deb aytib ketib bir nima bo'lmagan bo'lsa, u ham qarab o'tib ketgandan keyin nevalar sotib yuboradi u yoq. Nega? Chunki bozor qonuniyati bor u yerda. Shu ma'noda ikkita kontrast misolni keltirgan. Ya'ni haqiqiy nimani ko'rmoqchi bo'lsang, juda ham bir flexible bo'lmagan, noqulay odamlar yashashiga, boshqa faktorlardan mana Brazillik ko'r poytaxtni. Normal shaharga ko'rsa, Amerikan normal Chikago. Endi u bilan ular zo'r shahar demoqchi emas, lekin mantiq jihatdan shunaqa bo'ladi. Bozor tartibga soladi. O'zi odamning xatti-harakatini, signallar, narx orqali boshqa nima ma'no deydi. Muallif aytgan ekan, istalgan majburiy qoida yer narxini oshishiga sabab bo'ladi deb. Savol tug'ilyapti. Agar bozorlar shaharlarni tashkil qiladigan bo'lsa, shu bo'yicha bu yerda mehnat bozori ham nazarda tutilyapti. Chunki shahar avvalo o'sha iqtisodiyot uchun, pul topish uchun kerak bo'lgan odamlar keladi bu yerga. Demak, savol shundaki, agar bu to'liq bozorlarga beriladigan bo'lsa, shaharlarning markazlarida
istirohat parklari yoki endi istirohat parki biznes bu ichida yani to'g'ri tushunish kerak, lekin aytaylik ijtimoiy loyihalar bor, boshqa ishlar bor. Bu shahar markazi osmono'par binolar bilan to'lib, bu yerda siz mana gapni boshida muallif aytdingiz, bardak dedingiz. Bu yangi ko'rinishdagi texno bardak hosil qilmaydimi? To'g'ri, bu ham mana hozir shuni o'yladim. Masalan, haqiqatan Toshkentni bundoq qarasangiz, hozirgi Toshkentdagi rivojlanish kitob bilan ozgina tushmasligi mumkin. Chunki kitobda как o'ylasangiz bozorlarga juda ham katta urg'u berib yuborgani, hamma narsani Amerikada shunaqa fikr bordi, tushuncha bozorga qo'yib bersang hamma narsa nima bo'ladi o'z-o'zi tartibga soladi. Shunaqa qilgandan keyin 2008-yilda moliya bozorlariga shuni qo'yib berdik, bardak qilishdi hamma yo'qni, qanaqa butun odamlarning pullarini shilib, hamma yo'qni krizisga kiritib, ko'proq qilib aytganda pensionerlar pensiyasidan ayrilgan, boshqa ya'ni bozorga bu darajaga ishonmaslik kerak bir tarafdan. Ya'ni Toshkentga agar Toshkentning hozirgi holatini ko'radigan bo'lsak, aslida Toshkentdagi hozir qurilishda hech qanaqa regulatsiya yo'q, bundoq qarasada. Bozor dahshat ketyapti hozir bizda. Shu nuqtai nazardan ham hamma yoqda qurilish bor. Lekin bu endi nima degani bu desa, lekin baribir biz ko'ryapmiz-ku, masalan, chang, boshqa muammo, trafik dahshat bo'lib yotibdi. Bu degani bozorlarga har doim ham shuni qo'yib beradigan bo'lsa, siz aytgandek mantiq bilmaydi bozorlar. Hech qachon o'zini tartibga solish mexanizmini bozor yaxshi ishlamaydi. Externality degan narsa bor iqtisodiyotda. Nima degani, agar bozorga shuni qo'yib beradigan bo'lsak, sana ba'zi bir tadbirkorlarning qilgan pul topish ilinjida qilgan manfaat yuzasidan qilgan narsalarini negativ ta'sirlari uchinchi shaxslarga bo'lishi externality deyishadi. Masalan, hamma yoqda qurib yotibdi, lekin biz chang yutib yotamiz. Hamma yoqda qurib yotibdi, yo'llarni to'sgan, trafikni biz jabrini biz tortyapmiz. Bu eksternality. O'sha yerda nima bo'ladi desa, davlat kiradida, o'sha yerda hal qilish kerak aslida. Chunki bozor bu yerda fail deydi, buziladi bozor mexanizmi. Degan ma'noda tartibni keyin o'rnatsak bo'ladi o'sha joyda. Masalan, bu degani tartib hech qayerda bo'lmasa kerak, hamma narsani bozor o'zi tartibga soladi degani emas. Ya'niki davlat ma'lum bir funksiyalarni ushlab turadiki, o'sha joyda bozor ishlashiga zo'r shart-sharoit yaratib beradi. Bu nimada? Masalan, maktab ko'rinishida bo'lishi mumkin. Glavniy infrastruktura ko'rinishida bo'lishi mumkin. Yoki nima? Ma'lum bir park ko'rinishida bo'lishi mumkin, to'g'ri? To'g'rimi? Har xil nimada ko'rinishda bo'ladi. Masalan, siz aytdingiz, xo'p, hamma yoqni qo'yadigan bo'lsa, bardak bo'lib turib, hamma yoqda bunaqa 50 etajli bo'lib ketmaydimi? Gonkongga borgan bo'lsangiz, Xitoy, Shanxayga borgan bo'lsangiz, ko'rasiz, Shanxayda kitobda ham rasmini keltirgan. Shunaqa bo'lganki, Shanxayning misol juda ham zo'r misol. Nega? 70-80-yillarda kommunistik, ya'niki kommunistik bizda esida shunaqa bo'lgan-ku, hamma narsani davlat belgilab beradi. Uy даже shu darajadaki, uy sizniki emas. Yer davlatniki, butun yashaydigan kvartira kompleksingiz kompaniyaniki. Siz u yerda ishchi bo'lganingiz uchun yashab turasiz. Lekin Xitoyda nima bo'ldi? Shanxay, ya'ni o'sha Shanxay coastal area deydi, o'sha yerdan boshlanganda, Guangzhou, Shanxay asosiy rivojlanish, market, bozor iqtisodiyotining asoslari. O'sha yerda nima bo'lgan? Katta Shanxayni bilsanglar, nima o'tgan? Anaqa daryo o'tgan. Daryoni oldin, o'sha 80-yillardan oldin, 90-yillardan oldin ko'radigan bo'lsangiz, daryoni bu yoq tarafdan, nariyoq tarafi shuna oddiy uylar, eski mahalla slum deyshadi. Shunaqa bo'lgan 90-2000-yillardan ko'rsangiz, kamida nima deydi, skyline de 50-60 etajdan shunday terilib turibdi. O'sha yerdan qarasanglar, Shanxayda asosiy nimasi bor? Katta bitta minorasi bor, bizga o'xshagan, telebashniga o'xshagan Shanxayda asosiy nimalar, simbollardan bittasi. 10 yilda o'zgarish shunaqa. Nima degani, bu bozorga sekin qo'yib berganligi natijasida uy egalari, o'sha yerdagi yer egalari sotganda chiqib ketgan, chunki biznes uchun eng qulay joy shu. Biznes uchun eng qulay joy shu va narxlar o'z-o'zidan nima qilgan ko'tarilib, oshib ketganda odamlarni xatti-harakatini o'zgartirgan, ya'ni bu yerda sotib ketish mana shu eng zo'r. Va bu yerda ofis qurib turib, katta-katta bizneslarga ofis sotishim mana uchun zo'r deb bizneslar Skyline'larda hamma biznesda o'tiradi. Endi siz u yerda kelib turib nima qilasiz? Bo'pti, hamma yoq mana 1 kilometr hamma yoq skyline bo'ladigan bo'lsa, demakki, u yerda trafikingiz bor, to'g'rimi? Qanaqadir metro liniyasi bor, boshqasi bor. O'sha yerda davlat kiradi-da, to'xta. Bunaqa bo'ladi, demak, qayerda park bo'lishi kerak. To'g'rimi? Davlat o'sha yerga kirib turib, parkga qanaqadir reglament qo'yishi mumkin. Qonun tartib qoida qo'yishi mumkin. Yo'q bo'lmasa yo'lga qo'yish mumkin. Lekin kirib turib, yo'q bu yerda sen masalan 20 etajdan tepa qura olmaysan desa, bo'ldi, o'sha bozor buzilishni boshlaydi degan. Chunki u yerda mantiq jihatdan 20 etajda uy tepa bo'lishi mantiq jihatdan to'g'ri keladi. Nega? Chunki siz 20 etaj qursangiz, 50 etaj quradiganda 30 etajingiz nimasi narxini boshqa joylarga anaqa qilyapsiz, sochib yuboryapsiz. To'g'rimi? U degani narx yana battar oshishiga sabab bo'ladi. Savol bersam. Zo'r, ajoyib ma'lumotlar. Agar davlat aralashib 20 etajdan yuqori qila olmaysan deydigan bo'lsa dersiz, muallif ham aytayapti, har qanday majburiy qoida
buzadi bozori deyapti. Hop, seysmik zonalar bor, zilzila masalalari bor. U misol uchun texnik jihatdan 20 qavatdan yuqori qurish kerak emasdir, balki mumkin emasdir. Aytaylik, bashar muammolari bo'lishi mumkin. Bular regulyatsion qoidalar ham demak kirmasligi kerak. Yo'q, u masala boshqa masala. Masalan, bu aytgan tartib qoida degani odatda bizda yo'q-ku, shunga tushunishimiz sal qiyin bo'lishi mumkin. Chunki bizda Toshkent endi mana 10 yil bo'ldi, 15 yil bo'ldi, endi rivojlanyapti qaysi ma'noda. Masalan, 30 yil davomida bizda unaqa qurilish boshqa narsa bo'lmaganda, endi pik etapiga kiryapti Toshkent. Va bu narsa bilan Nyu-Yorkni, Tokioni, Shanxayni taqqos solmaymiz. Chunki bizdagi regulyatsiya, o'sha tartib qoidalar u yoq bilan boshqacha. U yoqdagi tartib qoida o'sha bitta ikkita terminologiyalar bor, FAR deyishadi, o'sha floor area ratio deydi. Masalan, u nima degani? Masalan, katta shaharlarda aytayman-ku, Shanxay ekonomik dinamika shu daraja kattaki, u yerdagi metr kvadratdan Tokioga boring, metr kvadratdan topadigan joy butun bizni tumanni GDP iqtisodiyotdan katta-da u yerdagi. Qo'pol qilib aytganda. Yoki bo'lmasa 1 metr kvadratdan joylashgan ofislarning qiymati butun O'zbekistonni GDP yalpi ichki mahsuloti qiymatidan baland bo'ladi. Bu degani u yerda tabiiy ravishda siz yuzlab kompaniyalarga ofislar paydo bo'lish boshlaydi. Biz hozir qo'ysangiz 100 etajli anaqaga Toshkentda ofisga anaqa bormi ehtiyoj. Mana Toshkentga borsangiz 4 ta nima turibdi, banklarniki turibdi, endi qurishdi uni. Dizayn uchun, boshqa uchun, prestij, imij uchun qurish. Lekin u yerdan ham jay unaqa talab bor yo'q. U degani bizda mantiq unaqa emas. Yer bor bizda, ofisdagi u daraja katta ehtiyoj yo'q. Lekin Shanxay, mana Nyu-Yorklarga borsangiz, u yerda butun dunyoning ofislari o'sha yerda joylashadi, to'g'rimi? U degani ofisga bo'lgan yer o'ta ham qimmat. U degani siz maksimal darajada sotish uchun, masalan, tasavvur qiling, 10 sotiq deylik, 10 sotiq yeringiz bor, 50 etaj bino ham qurishingiz mumkin, 20 etaj ham qurishingiz mumkin, 100 etaj ham qurishingiz mumkin, to'g'rimi? Endi siz 100 etaj qurganda iqtisodiy yutasizmi, 10 etajda qurganda yutasizmi? Talabga qarab. Talab bor, Nyu-Yorkda talab bor har doim. Siz 100 etajda yutasiz, to'g'rimi? Chunki 10 sotiqingiz o'zgarmaydi, boring o'shani 1 million dollarga oldingiz. 100 etajni 1 million dollarga sotib yuboring, 10 etajni sotib yuboring. Bir etaj narxi 10 etajda qimmatga tushib ketadi, to'g'rimi? Demakki, ularda 100 etaj qurishga ehtiyoj nima? Tabiiy rag'bat bor, to'g'rimi? Lekin ular qanaqa to'sadi deydigan bo'lsa, aytadiki, FAR degan o'sha nimalari bor. Sen oladigan o'sha yer qiymatidan har bitta floor deydi. Umumiy o'shanga umumiy quradigan qavatlaringni nimasi hajmi bilan o'shani hajmini bo'lasanda o'shani mana bu kriteriya qo'yib qo'yadi. Qo'pol qilib aytganda, boshqacha aytganda 20 etajdan tepa qura olmaysan degan narsani qo'yib qo'yadi. Ya'ni o'sha ma'noda avtor aytgan narsa shunaqa, bizda hukumatlar o'shanaqa tartib qoida orqali yerlarni zishligini aniq qilib ushlab turadi degan narsa, regulyatsiya shu ma'noda aytadi. Regulyatsiya bor. Lekin u narsa Toshkentda hozir unaqa narsa yo'q umuman. Masalan, 20-30 degan narsani. Far bormi? Bu yerda hech kim qavatini qiymatiga hisoblamaydi mana. Hozir masalan Toshkentda unaqa muammo yo'q. Bizdagi muammo yer qaysidir ma'noda ko'p bo'lgan. Ya'ni unaqa muammo yo'q. Bizda muammo nima? Xohlagan joyiga, masalan, ko'ring, ikkita dom, SSRda domlar shunaqa qilgan, 9 etajlarni ko'radigan bo'lsanglar, qurganda orasi juda katta ochib tashlangan. Iqtisodiy jihatdan mantiqqa zid, to'g'rimi? Chunki sal orasini yaqinlashtiradigan bo'lsa, masalan, samolyotga minsanglar ham nimaga low-costlar arzon yuradi? Chunki oyoqlaringiz manaqa o'tiradi-da. Normalnisi uzoq o'tiradi. Nega? Chunki ular har bitta qo'yadigan santimetrdan pul ishlaydi. Oxirida bitta ikkita o'rin qo'yadi-da, 10 ta 15 ta odamga ortiqcha o'shaydi. Xuddi shunaqa ekonomik tarafdan qarasangiz, domlar orasini normal holatda ozgina zisroq qo'ysangiz, ko'proq dom sig'adi. To'g'rimi? Shu bizdagi muammo nima? Dom orasiga tiqib tashlaydi. U yerda keyin elektrda muammo bor, yo'l o'zi bormagan umuman. Parkovka, masalan, men bizning ishxona har kun ertalab o'taman, boya aytdim-ku. O'sha qurilayotgan mustaqillik maydonidan o'sha mehmonxona bilan Capital Bankning ofisi o'tasiz, eski Broadway anaqa poytaxt bilan ko'rsangiz dahshat biznes sentr qurilyapti hozir. O'sha atrofda ikkita uchta. O'tadigan yo'l bor, trotuardan sal kattaroq. Endi o'ylab qarang, u yerda qanaqasi yuzlab mashina kelib turib, qanaqa parkovka qo'yadi degan narsalar o'sha o'ylanmagan. Bizdagi nima? Regulyatsiya mana bu ma'nodagi regulyatsiya. Bu aytayotgan regulyatsiya boshqa. Bu regulyatsiya, ya'niki davlat qilmayapti u darajada bu narsani. Lekin ikkinchi tarafda masalan maktab qurish, boshqa o'sha elektr yetdim mana o'sha yo'l masalasi, parkovka masalalarini qo'yib berish kerak desa, yo'q, davlat kirish kerak, aralashish kerak bunaqa joylarda. Ya'niki shu ma'noda hamma regulyatsiya narx oshiradi degani emas. Ya'ni bu regulyatsiya tabiiy ravishda, ya'ni bozorlar ham normal holatda ishlash uchun, buzilib ketmasligi uchun kerak bo'lgan regulyatsiya bular. Lekin buni
nima shu avtor aytadiki, ya'ni bu regulatsiyani boshqa davlatlardan kelib chiqqan holda o'sha nima, o'sha har bitta qurilayotgan qiymat nimani, binoni yoki nimani anaqasiga qiymatiga ustiga narsa qo'shaveradi, qiymat qo'shib, ya'ni cost deydi-ku, xarajat qo'shiladi deyaman aytgan. Lekin bizda unaqa narsa emas. Ya'ni bizda bu narsa bo'lish kerak bo'lgan narsa. Ya'ni xarajat qaysi ma'noda qo'shish mumkin, lekin bu narsa bo'lmasa, zotan o'sha ish degan yaxshi ishlamaydi degan ma'noda, ya'ni kerak demoqchiman. Regulatsiya. Va agar tasavvur qilib ko'rsak, shahar markazi butun o'sha skyline'lar bo'lsa, bizneslar bo'lsa va infrastruktura shunaqa bir gullab yashnasa va shahar chetlariga insonlar demak faqat shu uylarga kechki payt yotishga borishsa, bu ikki hudud o'rtasida juda katta bir tafovut keltirib chiqaradi. Bitta narsani shunaqa shahar chetlari rivojlanishida stagnatsiya olib kelmaydimi? Xo'p, umuman o'da kitob argumentini aytdik-da, to'g'ri, ya'ni bozor bilan o'sha regulatsiyani orasidagi muvozanat degan ma'noda bo'ladigan bo'lsa, yana ikkinchi asosiy masala shaharsozlik deganda borku, o'sha iqtisodchilar bilan shaharsozlik iqtisodiyoti bilan shaharsoz arxitektorni orasidagi gap deydi-ku, o'ta katta jarlikni ham aytib o'tganda, ya'ni ikkita odam, ikkita dunyo ular. Shaharsoz arxitektor qanaqa qaraydi? Bu yerda necha etaj bo'lishi kerak? Suv joyiga kelganmi, o'sha elektr joyiga kelganmi, transport yaxshimi degan tarafdan qaraydi. To'g'rimi? Shunday. Uni prizmasida shu. Lekin iqtisodchi qaraydi, iqtisodchi u narsa qiziq emas. Iqtisodchi, shaharsoz iqtisodchi nima? Bu yerdagi odam turgan paytda ish o'rni yaratiladimi, yo'qmi? Qimmatga tushadimi, yo'qmi joy? Odam cho'nchakdan to'la oladimi, yo'qmi? Nimaga o'zi qimmat bu joylar? degan narsani o'ylaydi va talab bilan taklif orasidagi muvozanat qanaqa? Ikkalasini birlashtirganda zo'r chiqadi deydi. Endi sizning savolingizga, xo'p, hamma yoqda zo'r binolar qurilib ketsa, keyin hamma odam tashqariga chiqib ketsa qanaqa bo'ladi? Bitta joyda missing point deydi-yu, mana shu yerda yetmayotgan narsa nima bo'ladi? Transport. Transport qanaqa ishlaydi o'zi? Normal holatda, ya'ni siz shaharsozlik iqtisodiyot degan umumiy o'sha soha deymizmi? Umumiy tushunchani transport bilan mehnat bozoridan ajralgan holda hech qachon tahlil qila olmaysiz. Xo'p, transport qanaqa endi muhim deydigan bo'lsa, normal holatda formula shunaqa. Siz yashab turgan joydan ish joyingizgacha bo'lgan masofa normal holatda 45 minut bo'lishi kerak. Forma jihatdan. 45 minut. Agar 45 minutdan oshadigan, 1 soatdan oshadigan bo'lsa, o'tdagi shahar mehnat bozori sifatida o'lik bo'ladi. Qaysi ma'noda? Masalan, oddiy bitta nima doirami, aylana chizaylikda, o'sha aylanani chizgan holda shuni aytaylikda, o'rtada nuqtada markaz bo'lsin deylik. Ya, uzog'i 45 minut bo'lishi kerak. Markaz bo'lsin deb nuqta, bitta nuqta markaz bo'lsin deb, ko'p ishlar o'sha yerda markazda yotgan bo'lsin. To'g'rimi? Ya'ni bu narsani o'sha bir qutbli shahar deyshadi. Odatda masalan Toshkent ham shunaqa. Kichik xalqi katta xalqa bilan katta o'ralganda radial. O'rtada odatda bitta ikkita joylar bor. Endi menimcha Amir Temur shunaqalarga to'g'ri keladi. Lekin odatda mana shu radiusda ishlar, asosiy ishlar. Xo'p, shunaqa bo'ladigan bo'lsa, endi shu yerdan hisoblangda 1 soat radiusni chizadigan bo'lsak, nechadir kilometrda u. Shu joyda keladigan odam, qatnaydigan odam yashab turish uchun qulay. Kelib ishlashiga normal holatda. Endi shu radiusda qaraydigan bo'lsak, tasavvur qilaylik, 200 ming odam yashaydi normal holatda. Sizni shahardagi mehnat layoqati 200 ming odam xolos. Endi siz 1 soat radiusni shunaqa cho'zdingizki, nima bilan? Transportni accessibility bilan. Cho'zdingizda o'sha narsani 200 mingni 500 mingga o'zgartirdingiz. Siz shahringiz endi 500 minglik layoqatga ega. Mehnat layoqatiga. Tushunyapsizlarmi nima demoqchiman? Tushundim. Demakki, shahar qay daraja kengaysa, mehnat bozori shu daraja kengayadi, shahar uchun yaxshi degan argumentni qo'ygan. Nima bilan? Transport bilan. Agar transport bo'lmaydigan bo'lsa, siz mana Chinoz dedim, to'g'rimi? Oddiy misol. Chinozdagi bitta opa tasavvur qiling, sut qatiq sotadi-da, Chorsiga kelib turib sut qatiq sotmoqchi. To'g'rimi? Uni bitta alternativi chunki Toshkentda zo'r sotadi, yaxshi daromad olish mumkin va uni daromadni ertaga cho'nchagiga pul tushib, oilasini boqadi, ta'limga boradi bolalari, Toshkentda uy olishi mumkin. O'sha odam uchun eng muammo narsa nima? Tasavvur qiling, o'sha kitobda aytadi o'sha narsani. Oddiy deydi, bitta Afrikada bitta qishloqdan shaharga kelib turib biznes qilmoqchi yoki bo'lmasa nimada sotmoqchi, ishlamoqchi bo'lgan odam kamida 3 ta transportni bosishi kerak. Tasavvur qiling, Chinozda. Katta birinchi nimaga chiqish kerak? Katta anaqasi bor. Betonkaga yo'lga chiqish kerak. Siz tasavvur qiling, betonkadan 5 kilometr ichkarida yashaysiz. Nima qilasiz? Ertalab soat tongda Chorsiga kelish uchun kamida 7 da kelishingiz, 5 dan chiqishingiz kerak uyga. U degani peshkom 20 minut yurib kelasiz betonkaga. U yerda kutib turasiz, anaqa avtobus keladi, kelmaydi bilmayman.
o'tdan bir soat yurib turib ipodromga kelasiz, ipodromda to'xtaysiz, u tiqilinchda yana bitta Chorsiga keladigan anaqani yo marshrutga yo avtobusga chiqasiz. U keladi, kelganingizda 2 soat o'tib ketdi. 5 da chiqapsiz, 7 da kelyapsiz. Effektivmi? Yo'q, nima qilyapmiz? Biz o'sha Toshkentdagi bozordan o'sha Chinozdagi odamni effektivni ekskluzivni chiqarib tashlayapmiz. Nima sababidan? Transport sababidan. Nega 2 soat vaqt ketyapti, 3 ta 4 ta narsada nima bo'lyapti? Almashyapti, yurib kelyapti piyoda. Endi xuddi shu narsani, masalan, Tokioni qaraylik, Tokioda normal holatda siz Tokioni 15 minutlik radiusda yashash boylar uchun. Men Tokioda yashaganman. 15-20 minutda ishga libo joyga boradigan nimada. Endi Tokio anaqa emas. Yakka qutbli deydimi? Bitta qutbli shahar emas. Tokio ko'p qutbli shahar deydi. Uning markazlari har xil anaqa transportda atrofida shakllanib qolgan. Demak, ko'p qutbli bo'lsa bo'ladi. Ko'p qutbli bo'ladi, ha. Tokioda shunaqa narsa bor. Libo joyga 40 minutda bora olasiz. Libo joyga transportdan 40 minutda bora olasiz. O'shaning uchun Tokioda 30 million aholi bor. 30 million. Tokioni o'ziga qarasangiz 30 million emas, 10-15 million chiqadi, xolos. Nega? Atrofdagi Chiba degan boshqa prefektura, boshqa region. Lekin siz o'sha Chibani biz bilan taqqoslash qanaqa masalan? Tasavvur qilyapsizmi? Men Westminsterda ishlayman-da, har kuni ishga anaqadan nima deydi, bochkadan qatnayapman. Agar menga qolsa 1 soat 45 minutda keladigan bo'lsa, men bochkada turardim, to'g'risi. Qanday bu? Metroning tezligimi? Endi transportni yechganda, ya'ni demakki bizdagi aslidagi muammo nimaga iqtisodchilar kerak, nimaga arxitektor bilan hal bo'lmaydi shahar deydigan bo'lsa, transportni uzib tashlaganligimiz uchun. Va labor market mehnat dinamikasini, mehnat bozor degan narsasini uzib tashlaganligimiz uchun degan argumentni ham qo'yadi. O'zi muallif o'zi ham misol keltirgan ekan. Shaharsozlar ko'rga, iqtisodchilar sholga o'xshaydi dedi. Bu shaharsozlarni juda yerga urishga o'xshaydi. Ya'ni yo'q, endi buni nima demoqchi? Ikkalasi bir-biri bilan ishlamaydi. Aslida shaharsozlik degan dinamika bir-birini bilan ishlashi kerak. Chunki aytdik-ku, shaharsoz arxitektorni uni prizmasi ko'radigan perspektivasi umuman boshqa. Unga hech qachon ana Chinozdagi xolani Chorsiga kelish umuman qiziq emas ularga. To'g'rimi? Iqtisodchiga nima? Menga 7 qavat, 10 qavat menga qiziq emas, aholi daromadi yaxshimi yo'qmi? Chorsiga vaqtda kela oladimi yo'qmi? Cho'nchagiga pul tushadimi yo'qmi? Iqtisodchiga o'sha qiziq. O'shani birlashtirgan holda zo'r shaharsozlik anaqasi paydo bo'ladi. Ya'ni madaniyatli nima dedi? Yaxshi shaharsozlik nimasi sohasi deydimi paydo bo'ladi, rivojlanadi degan ma'noda. Transport masalasiga to'xtaldik. Savol tug'ilyapti. Agar bunaqa bo'lsa, markaz bo'lsa va aytaylik atrofdan ishga qatnab, ya'ni ishdan uyga qaytilsa, bu tirbandliklarni olib kelmaydimi? Yo'q, endi tirbandlikka ham sizda bitta savol bor edi, anaqa balki so'rashingiz mumkin. Tirbandlik hokimiyatning muammosimi, hukumatning muammosi degan anaqa qo'ygan ekansiz, yaxshi anaqa topgan ekansiz. Bu savol? Ha, shunaqa savolda. Bu chunki muallif yozyapti-da, tirbandlik deyapti, shahar rahbarlarining xatosi, kamchiligi deyapti. To'g'ri. U shunga savol tug'ilyapti. Xo'p, endi yana men iqtisodchining prizmasidan qaraganda, masalan, arxitektorga aytaman, hozir qarasangiz haqiqatan Toshkentda tirbandlik muammosi bor, lekin hech qachon buni nima hal qilamiz desa, o'tirib turib iqtisodchilarni hech qachon chaqirishmaydi. Nega? Unda nima kerak iqtisodchi? Tirbandlik nima anaqasi bor, aloqasi bor deydi. Lekin bu aytibdi, iqtisodchi nimaga kerak deyapti? Kerak. Chunki tirbandlik o'zi qanaqa paydo bo'ladi desa, oddiy misol, endi men bu sohaning eksperti emasman, prosta kitob bo'yicha fikrimni aniq qilyapman. Xo'p. Endi tasavvur qiling, 1 kilometr joyda normal holatda 60 ta yurish uchun nechtadir mashina sig'adi-da. Orasidagi nechtadir masofani hisobga oladigan bo'lsa, to'g'ri? Masalan, tasavvur 20 metr deylik oradagi masofa. Endi o'sha masofani ichiga, o'sha masofa orasidagi nimalarni, mashinalarning soni ko'payishi, ortiqcha mashina qo'shilishi tirbandlik hosil qiladi. To'g'rimi? Masalan, 10 ta mashina bor edi, 15 ta bo'ldi. O'sha natijada tirbandlik hosil bo'ladi. Endi bu yerda siz tabiiy oson javob berasiz avtobus deb. Lekin yo'q. Endi men nima tushuntirmoqchiman, nima bo'lyapti bu kitob mantiqi bo'yicha. Xo'p, o'zi nimaga shu tirbandlik hosil bo'ladi deydigan bo'lsa, sababi boyagi mehnat bozori bilan transportni o'ylamaganligining natijasida. Nega? Masalan, tasavvur qiling, hamma Toshkentga tasavvur qilingda, hamma ishlar bitta joyda yig'ilib qolganda, Chinozdan ham, Ohangarondan ham, Bochkadan ham, Sergelidan ham hamma o'sha yerga keladi. Bitta joy, to'g'rimi? Va o'sha mashinada kelasiz o'sha yerga. To'g'rimi? Tirbandlik hosil qiladimi yo'qmi? Hosil qiladi. Siz keladigan joyingiz ham Toshkentdan analiz qilsangiz, endi bitta ikkita anaqa bilan ko'rganmiz. O'zi tirbandlikni qarasangiz, bizda o'sha kichik halqa, katta halqa bor. Toshkent keladiganlar bittasi Xastimon tarafdan bitta bor edi.
bu yoqdan nimadan anaqa kuruk deydi, rohat kurukdan bitta nima bor, vodiydan keladi. Qarasangiz 4 yoki 5 ta joydan bor xolos. O'sha yerda paydo bo'ladi-da, o'sha yerdan kiradigan joylarda paydo bo'lish boshlaydi o'zi. Nima degani? Demakki, keladigan odamlar bu signal aslida. Ya'ni hukumatga signal. Demakki, odamlar ishlashga kelyapti shaharga. Hop. To'g'rimi? Mehnat qilish uchun kelyapti. O'sha joylarda tirbandlik hosil bo'ladi. Shahar ichida boshqa narsalar unchalik yo'q. O'sha keladigan joy. Bu degani nima degani? Sen yaxshi bilishing kerak, qayerdadir narx-navo baland va balandligi uchun odamlar uy sotib ola olmayapti. Shuning uchun hamma tashqariga chiqib ketgan. Lekin tashqariga chiqqan paytda men bo'shga ketganman, normal yashaydi, lekin meni transportim shaxsiy mashinamdan boshqa hech qanaqa alternativim yo'q. Tushunyapsizmi? Hammasi bir-biriga bog'langan-da. Demakki, kompleks ko'radigan bo'lsak, mehnat bozori sifatida shahar normal rivojlanishi kerak. Balki bitta joyda konsentratsiya bo'lmasdan har xil joyda qilishimiz kerakdir. Uni ham boyaga kelib turib, to'xtang endi shahar bitta joyda yig'ilib qolgan ekan. Davlat sochilikda, Sergeliga sochilik, uni Yashnobodga sochilik deb qilmaysan uni. Bari qila olmaysan. Chunki biznes egalari, ekonomik agentlar o'zini qarori bilan qiladi baribir. U yerda sochsang, dahshat sitlar qurib qo'ysang-da, transporting bo'lmasa hech kim bormaydi u yerga. Demoqchi. Ya'ni muammo trafik muammosi nima? Demak, mehnat bozori sifatida hamma kirib kelyapti Toshkentga, transport yaxshi yo'lga qo'yilmagan va ish joylari ma'lum joyda konsentratsiya bo'lib qolgan. Degan umumiy kompleks muammo-da bu, endi kitobning mantig'idan kelib chiqadigan bo'lsa. Qiziqda, mana agar bu kompleks muammo bo'lsa, buni yechish uchun qaysidir choralar amalga oshirish kerak bo'ladigan bo'lsa, yuqorida muallif aytib turgan fikr bilan to'g'ri kelmay qoladi. Bu aytyaptiki, yana har qanday qoida, majburiy qoida buzadi, to'liq bozorga berish kerak deb turib, yana aytyaptiki. Yo, endi trafik nima qanaqa yetishi mumkin? Endi men ham aytmoqchi emasman, masalan, uni balki texnik tarafi ham bordir. To'g'rimi? Masalan, aytganingizdek, mana hozir qaysi ko'cha BRT qo'yildi-ku, anaqaga bemalol yuradigan avtobus qo'yildi, yaxshi natija berdi. Balki ma'lum bir shaharning ma'lum bir qismlarida bunaqa texnik tarafi ham bo'lishi mumkin. Buni inkor qilib bo'lmaydi. Masalan, men uni transport mutaxassisi bo'lmaganim uchun bilmayman. Lekin umumiy ma'noda qaraydigan bo'lsak, shaharni mehnat bozori odamlarning yashaydigan, uchrashadigan, mazza qilib kun kechiradigan joy sifatida ko'radigan bo'lsak, va ularni asosiy ehtiyoji nima? Shaharga kelib ketib qatnaydi, qimmat bo'lsa, u yerda joy ola olmaydi, uy sotib ola olmaydi, tashqariga sal uzoqroqga chiqib yashash kerak, lekin uning uchun transport qilib qo'yish kerak. Degan mantiqdan qarashimiz kerak shaharsozlikka. Demak, trafik bo'lyaptimi? Demak, 60 dan 50 ga tushirishimiz kerak ekan. Degan narsa bilan qilib bo'lmaydi bu narsani demoqchi. Yoki bo'lmasa yo'lni kengaytirib turib, mana bu joyga qo'shishimiz kerak ekan degan anaqa emas. Ekonomistlarni qo'shiladi, odamlar o'zi nima xohlayapti, qaysi tarafdan qarashimiz kerak shaharga, nimaga kelyapti degan narsani bir analiz qilaylik degan ma'noda aytmoqchi-da. Bu bir iqtisodchi sifatida qo'shilmagan nuqtalardan bo'ldimi? Endi iqtisodchi jihatdan qo'shilmagan, endi iqtisodchi deb anaqa qilmay, o'zim umumiy ma'noda desagan oldida sal nima bo'ladi endi. Hop, iqtisodchi men umumiy ma'noda o'sha tarjimon o'qigan odam sifatida qo'shilmaganim. Hop, birinchi O'zbekistonga uncha tushmayapti, qaysidir ma'noda. Umumiy ma'noda bizga kartinani beradi, boshqa shaharlarda qanaqa bo'lgan, tajriba nima o'zi, framework deydi-ku, andoza qanaqa olishimiz kerak degan ma'noda yaxshi. Lekin hamma narsani bozorga tayyorlash ham yaxshi bo'lmasa mumkin. Chunki men aytayapman, men O'zbekistonning holatini bu bilan analiz uncha qila olmayapman, tushunmayapti O'zbekiston Toshkentning holati bilan. 40-50 yildan keyingi Toshkent bilan analiz qilib ko'ring. 40-50 yil. Endi bilmadim qanaqa bo'ladi to'g'risi, lekin men qo'shilmagan joyim qaysi ma'noda hamma narsani bozor hal qiladi emas. Shu bilan birgalikda masalan bu aytadiki, o'sha Vyetnam bilan misol keltirib boshqa qilgan, Vyetnamda nima qilgan, katta million dollarlik pul bilan konsalting kompaniya yollab turib, shahar bosh proyektini tuzishgan. Ishlamagan keyin bosh proyektda. Shu aytadi, bosh proyekt o'zi umuman kerak narsa emas deydi. Bosh proyekt dedi umuman kerak narsa emas. Chunki bosh proyektning mazmuni, mantig'i, mana bu yerda bu bo'lish kerak, bu yerda bu bo'lish kerak, bu yerda bu bo'lish kerak degan mantiq, to'g'rimi? Bu yerda u narsa qila olmaysan. Qaysidir ma'noda bu ishlashi mumkin. Masalan, bu yerda park bo'lish kerak, bu yerda maktab degan levelda qilsangiz bo'ladi. Lekin bu yerda odamlar biznes qiladigan joy bo'lish kerak, siz bo'ldi urush ketdi. Siz bizneslarni qaror berish anaqasiga aralashyapsiz. O'tirib turib xonaning ichida. U narsani siz hech qachon qila olmaysiz. Men hayotda masalan uyim u qatta-yu, borib Sergelida biznes sentr hech qachon ochmayman. U degani hamma o'zini anaqasidan vaziyatdan kelib chiqib turib, bozorning signalidan, narx-navodan kelib chiqib qaror beradi. Qaysidir ma'noda biznes anaqani umumiy Toshkent yoki umuman shahar plani bo'lishi kerak, lekin katta maqsadda hamma narsani chizib bo'lmaydi degan ma'noda aytyapti, lekin qaysidir o'sha joyga qisman qo'shilaman, qisman qo'shilmayman shu ma'noda. Bozorlarning o'rta darajadagi roliga ham qo'shilmayman, chunki Toshkentdagi hozirgi vaziyatda qarasangiz, bozor bizda dahshat ketyapti, qaytaga regulyatsiya yetishmayapti bizda. Bozor dahshat ketyapti, lekin qarasak hozir
o'zini o'zi kontrol qila olmayapti bozor hamda. Shu ma'noda qo'shilmasligini düşünüyorum. Bu Toshkent shahriga agar misol qilib aytadigan bo'lsak, kitob yana bir joyida aytyaptiki, hech bir hukumat qanchalik avtoritar bo'lmasin, insonlarni ma'lum bir joyda yashashga majburlolmaydi dedi. Ya'ni bunaqa ko'rish kerak deydi. Toshkentni hozirgi masala nima? Odam ko'payib ketyapti, Toshkentda odam ko'payib ketyapti, dastlashishlar ko'payib ketdi, Yandex ko'payib ketdi, to'xtataylik, bir nimalar qilaylik, viloyatda o'zini viloyatida qilsin, nima taksini degan umumiy qarash bor. Bu mana shu narsani tanqid qilyapti. Bu deyapti, agar yo'q unaqa narsa emas. Ya'niki Toshkent, yo umumiy Toshkent emas, umumiy shahar qay darajada keng bo'lsa, shahar odam qay darajada ko'p bo'ladigan bo'lsa, shahar shu darajada rivojlanadi. Shahar shuncha mehnat bozori sifatida ko'rish kerak. Aytdim-ku, 200 minglik odam qayoqda, 1 millionlik odam qayoqda. Ya'ni siz tasavvur qilasizmi? 1 million odam bor degani, siz bitta narsa chiqarsangiz 200 ming odamga sotganingiz qayerda? 1 million odamga sotganingiz qayerda? Masalan, Xitoyga borsangiz borku, nimaga shu darajada rivojlanib ketgan? Chunki 1 milliard odam bor. Siz tasavvur qiling, Xitoyda bitta kompaniya ochingda, Xitoydagi eng boy odam kim? Yaqindan bitta so'ravdim-da, eng boy odam kim? Qaysi sohani odam deb o'ylaysiz? Tasavvur qiling. Manimcha Jek Ma bo'lsa kerak. Yo'q, mana adashasiz mana. Eng boy odami Xitoyning oddiy suv ishlab chiqaradigan kompaniyani direktori. Nima degani u texnologiya, u yo'q, mashina emas, suv. Siz bitta suv ishlab chiqaring, 1 milliard odam sotasiz. Bitta suv ishlab chiqaring, 2 million odamga sotasiz. Nima degani? Siz milliarder bo'lib ketish imkoniyatingiz katta. 200 ming odamga sotdingiz qayerda, 2 million odamga sotdingiz qayerda? To'g'rimi? Bu degani pozitiv narsa bu degan ma'noda. Yetarki tartibli bo'lsin shahar, qaysi ma'noda transport joyida bo'lsin, yetarki affordable, hamyonbop bo'lsin, yetarki transport joyida bo'lsin. Hukumat mana shu narsalarni joyiga qo'yadigan bo'lsa, bozor u yog'ini zo'r qilib ketadi. Bozor fail bo'ladigan joylarda, bozor qachon fail bo'ladi? Aytayapman-ku, qachon fail bo'lyapti hozir? Bino quryapti, 9 etajga ruxsat bergan 16 etaj qurib tashlagan. Bino quryapti, tagidan suv oqib chiqib bir nimalar bo'lib ketyapti. Bino quryapti, sotib qo'yapti, dahshat kompleks, 60 talab uy qurgan, ruxsatsiz qurgan, bitta ham narsa yo'q, parkovka yo'q, mana shu joyda fail bo'ladi bozor. Ya'ni o'zini oqlamaydi, o'sha paytda hukumat kirish kerak. Qaysi ma'noda regulyatsiyalar shu joyda oqlaydi, o'zi ushlab turish kerak degan narsani aytganda. Odamlar o'sha qayerda ish bor bo'lsa, mehnat bozori bo'lsa, shu qarab tortiladi. Shunaqa Bitta mana Toshkentda ham yaqinda hisob-kitoblar chiqdi iyun oyida. O'zbekiston bo'yicha o'rtacha oylik ish haqi 7 million, Toshkent shahri bo'yicha o'rtachasi 12 million ekan. Bunda ham kitobdagi ba'zi fikrlarga o'xshashligini ko'rdik. Xanoy shahri haqida yozgan ekan muallif Alemberto. Aholini yarmi 40 kvadratdan kichik uyda yashaydi. Hukumatning minimal me'yori bo'lsa, undan katta. Bu yerda nima noto'g'ri ishlayapti degan savol bor. Umumiy ma'noda shu hozirgi aytgan fikrlarimiz bitta anaqasi, ya'niki agar hukumat mana aytyapsiz, mana bizda O'zbekistonda masalan eng minimal uy 40 bo'lsin degan hech qanaqa talab yo'q, to'g'rimi? Yoki eng minimal uchastka, kamida uchastkalar 1 sotikka qurilishi kerak minimal degan talab yo'q-da. Ya'ni O'zbekiston aytyapsiz, shu darajada liberal hozir. Bu davlatlarda bor unaqa narsalar. 40 dan kichkina bo'lmasin, har bitta bolaga anaqa bo'lsin. O'zi buni mantiq qayerdan kelib chiqqan desa, SSRdan kelib chiqqan. SSR emas, Sovet plan rejali tizimdan kelib chiqqanda nima bo'ladi desa, masalan, men 9 etajli uyda turaman. Kitobdan keyin tahlil qilib, analiz qildim-da. Tursangiz, bizda 3 ta dom qurib tushgan mana shunaqa. Agar 9 etajli nima bo'ladigan bo'lsa, orasida dahshat bor-ku, bitta dom chiqadi ana orasiga. Ya'ni o'sha paytda 2 ta 9 etajli orasida bitta dom quradi. Shuncha hozir qarasangiz, shu sirlar kichkina domlarni qurib olgan-da. Nima bu mantiq qayerdan deydigan bo'lsa, o'sha SSRda 9 etajli qurayotgan paytda glavniy narsadan bittasi quyosh tushish gorizontal anaqasiga e'tibor bergan. Har bitta xona, shuncha ham bizda uyda bu yoqda ertalab dahshat issiq, bu yerdan keyin bu yoqda dahshat issiq-da. Qochib yuramiz bu yoqdan bu yoqqa. Shunaqa. Ya'niki havoni almashuvi, quyosh tushish Xitoy bilan bir xil. Bu nima degani desa, har doim plan nimada, qanaqadir ularda me'yor tartib degan narsa bo'lganda, bozor degan narsa ishlamagan ularda. Ya'ni bitta odamning kundalik quyoshga bo'lgan ehtiyoji buncha, shu bo'lish kerak degan. Lekin Gonkongga boring, borgan bo'lsangiz, Gonkong boyagi men bitta Facebookda shunaqa post yozishni yaxshi ko'raman. U borsangiz doping tepaga qarasa do'ppi tushib ketadi deydi-yu. Shunaqa men Gonkongda 50 etajdan past bino deyarli ko'rmaganman. Endi bor. Mana shunaqa yurasiz-da, ana shunaqa. Shunaqa qurgan, kitobda aytadi, qo'l bilan ko'rish masofasi deydi-da. Agar o'qigan nima bo'lsangiz, shunaqa termin bor. Ha, o'qigan. Vyetnam, Gonkong, oson davlatlarga bo'lsangiz, shunday narigi 50 etajlik, inja 50 bo'lmasa, bu bino bilan bu bino orasida
endi Yaponiya bor-ku, Yaponiyada men masalan tasavvur qilaman, oilam bilan shu yerda tursam qanaqa yashar ekanman. Chunki derazani oynasini pardasini ochib qo'ysangiz, narigi ko'rsini anaqasi ko'rinib turadi-da. Qo'lingiz bilan ochsangiz salomlashib qo'yaverasiz-da. Shu darajada yaqin bir-biriga. Endi SSR oradagi 1 kilometr masofa bilan mana uni tasavvur qiling-da. Mantiqni ko'rasiz o'tda. SSRdagi mantiq o'sha havo almasinishi nima bo'yicha qurilgan? O'tda bozor уже. Yer tanqis, quyosh chiqmasa bo'lmaydi deb o'tirmaysiz-ku o'tda. O'zi nima Gongkongda boy joylarda qanaqasiga u mantiq ishlamaydi o'tda. Bozor ishlab ketadi. Ya'ni qimmatni olib qurasan. Demakki hamma Yaponiyada ko'rasizmi, shunda boyagi bizni nima deydi? Tashlandiq bitta qo'pol qilib aytganda o'sha oshxonamizni nima qo'yadigan nima deydi, muzor qo'yadigan joyida uchastka qurishadi ular bormi? Shu darajada, ya'niki yer shu darajada tanqis o'tda unaqa nimalar me'yor boshqa narsalar ketmaydi demoqchiman. Ya'ni bizda bunaqa qoidalar yo'q hali. Lekin ularda bor, lekin shundan ham ishlamaydi. Nega? Chunki u bozor mantiqiga zid. Chunki odam qanaqa o'zi kambag'al, pul yetmaydi. Demakki unaqa 60 bo'lmagandan keyin u konkret boradi-da, 40 qurishga majbur u. Sani me'yoring baribir biror pisand bilmaydi me'yoring. Chunki mantiqqa to'g'ri kelmaydi bu narsa. Degan narsaga bitta misol sifatida aytmoqchi-da. Hozir ana developerlarni Toshkentdagi reklamalari chiqadi. Ko'rsangiz, mana har bittasi aytadi, o'zini maktabi bor, bog'chasi bor, yana nima shifoxonalar, boshqalarni ham hattoki aytishyapkan. Ko'rasiz. Shu nimada muallif o'qidimi? Muallif bu shaharsozlarning tasavvuridagina mavjud debdi. Lekin bizda mana shunaqa qilib sotishyapti. Shuni muallif konkret nima uchun buni bir imkonsiz yoki tasavvurda qoladigan narsa deb aytayotganligini. Endi aytmoqchi, boyagi yana bozor mantiqida aytmoqchi, misol bermoqchi. Ya'niki hamma narsani san kompleks berib turib, nima deydi, maktabi ham bor, bog'chasi ham bor degan narsa ideal narsa, aslida ishlamaydi. Nega? Chunki nima deydi, men masalan hozir endi uy olish niyat bor, boshqa bor, Instagram boshqasini aniq qilaman, ko'raman, reklamalar ko'p chiqadi-da. Masjid yonida, nimasi, maktabi yonida, bir nimasi yonida, hamma narsa. Men o'tga qizim, bolam bermayman. Ku maktabga, sen qayerdan bilasan men o'tdan aniq qilishimni? Deyman o'zimga, to'g'rimi? Men o'zi bolam uchun maktabni tanlab qo'yganman. Hech qachon o'tdagi maktabga bermayman men. U nima degani? Men iqtisodiy agent jihatida menga o'zimga eng qulay lokatsiya maktab men uchun boshqa narsa davlat maktab bo'lgandan keyin demak men kategorik u narsaga bolam bermayman, menga u narsa qiziq emas. U degani men bitta uy olmoqchimanmi, maktab yonida bu degan narsa men sifat o'sha yerga beraman. Ya'ni bular shunaqa tasavvur qiladiki, bola как robot maktab bo'lsa bo'ldi, libojida o'sha yerga beraveradi degandek tushuncha hosil bo'lyapti-da. Lekin meni maktabim nima bo'ladi? U boshqa joyda bo'lishi mumkin, beradigan maktab. To'g'rimi? To'g'ri. Demakki, hamma narsa kompleks bo'lishi shart emas. Demoqchi. Hamma narsa bozor mantiqiga to'g'ri kelmaydi, hamma narsa. Ham maktabi ham bo'lsin, ham anaqasi ham bo'lsin, kompleks ham bo'lsin degan narsa yo'q. Mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Chunki qimmat joyda siz maktab qurishingiz nereal. Mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Maktab bitta qurmaysiz, yuqori etajli oddiy narsa qurasiz, maktabni boshqa joyga beradi bolasi. Baribir sinov bo'lib, baribir uy, boshqa biznes nima quriladi deb. Nimani mantiqdan kelib chiqilsa. Endi bular ko'proq nima aytyapti? Chunki menimcha bizda shunaqa nima bor, talab bor, ne formal, qanaqadir norasmiy nima bor, maktabi bo'lsin, anaqasi bo'lsin degan qanaqadir talab bo'lganligi uchun bular reklama sifatida o'shani ham kiritib boshlab ketadi. Boyagini Sovet davrini esladingiz-ku? U muallif qiziq fikr aytdi. Sovet ittifoqini parchalagan narsa bu shaharsozlik debdi. Men sal oshirib o'rmadim. Yo'q, endi shunaqa, ya'ni sabablar. endi unaqa ma'noda yetmagan shaharsozlik bitta misol, lekin Sovet qulatgan narsa shun tagidagi mantiq. Ya'niki ular kompleks faktorlar qulatgan, lekin o'tdagi faktor o'sha nima desa bo'ladi? Ya'ni bozor bilan hisoblashmaslik. Odamlarni xuddi men chizib bergan planim bo'yicha harakat qiladi, shunga majbur deb qana qilish. Nima deydi? Shunaqa o'ylash, fikrlar Sovet yiqitgan. Bu shaharsozlikda ko'rsa bo'ladi bu narsani. Mana masalan oddiy o'sha Moskvani ham men bormaganman, shunaqa misol keltiring kitobdan. Toshkentni ham qarang. Undan oldin hozirgi Toshkentdan 15 yil oldingini qaraydigan bo'lsangiz, shunaqa qurilgan ketyapman-ku. Shahar markazlaridan ham markaz u paytdagi markaz hozirgi markaz bilan farqli bo'lishi mumkin. Lekin o'sha paytlar ham anaqa ham zavodlar ham qurilganmi, zavodlar ham bo'rganmi, maktablar ham bo'rgan, qanaqadir sentr nimadirlar ham, binolar ham bo'rgan.
yotadigan joy chilonzor bo'lgan, qanaqadir mantiq bo'lmaganda o'tdi. Qaysi ularning mantig'i bo'lgan? Ularning mantig'i bozor mantig'i emas-da, u boshqacha mantiq bo'lgan qaranglar. Ya'niki ularning mantig'i qanaqa bo'lgan? Demak, mana bu yerda ish bo'lishi kerak, anaqa zavod bo'lishi kerak. Bunga yaqin yashaydigan joylar mana bu yerda yashaydigan bo'lishi kerak yoki bo'lmasa butun yashaydigan ishchilarni mana bu yerda shahar qurib beraylikda, o'sha yerdan kelsa, bitta transport quraylikda, mana shu yerga kelib ketsin bular degan mantiqdan qaraganda ular. Bizni hozirgi Toshkentning mahsuli yoki Sovetdan qolgan nimani mahsuli shu. Lekin biz hozir nima qilyapmiz? Shu bilan birgalikda bozorni endi qanaqadir chatishtiryapmiz-da. Endi 15, 20, 30 yildan keyin qanaqadir zo'r yasha oladigan Toshkent paydo bo'lishi kerak. Oson narsa emas bu narsa. Chunki siz masalan 50 yillik shaharni qanaqasiga buzib tashlab birdan hamma yo'lini qila olmaysiz-ku. Shuning uchun ham balki bizga yangi Toshkentni qurib, bo'limini nimadir qilishmoqchi endi qanaqadir. Lekin bu ham bir kitob o'qib turib, balki uni ham qanaqadir anaqasiga tushmaslik mumkin. Agar bu kitobda aytilayotgan fikr o'tdan takrorlanayotgan bo'lsa, yo mana bitta faqat anaqa qilamiz. Bitta xato qanaqa bo'lishi mumkin? Yangi Toshkentda men ko'radigan. Hozir hamma aytayapti, yop qo'y, zo'r bo'ladi, pul anaqa, ertaga sotsang investitsiya bo'ladi deganda o'rtoqlar ukalar ko'p olyapti. Lekin men aytayapman, 15 yil siz ham o'ziga kelmaydi. Masalan, transport bo'lsa, yo'q, umumiy ma'noda shahar toza qilyapsan, 500 ming odam qanaqasiga 2 yil, 3 yil, 5 yilda birdan anaqa bo'ldi. Nega? Chunki aytayapman, transportda ham hal qilishar, mehnat. Siz o'zi u yerda borsiz masalan, bitta odam borib turib lavashxona ochishi mumkin, chunki odamlar bor. Lekin borib turib men qanaqadir tasavvur qiling, 10 yoki bo'lmasa Skechers magazinini bu ham bo'lishi mumkin konsumga yoki boshqa mantiqqa to'g'ri kelmaydigan biznes hech qachon bormaysiz yangi Toshkent, to'g'rimi? Bormaysiz-ku. U degani Toshkent baribir mehnat anaqa sifatida qolaveradi. To'g'ri, administrativ bo'ladigan bo'lsa bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Lekin masalan o'qituvchilar, professorlar boshqa bo'lishi, ya'ni mana xato mehnat anaqasi bozor sifatida qay darajada o'ylangan. Odamlarni qay darajada ish bilan ta'minlay oladi, bu yoqdan ko'chib keladiganlar transport jihatdan qay darajada qatnay oladi degan narsalar o'ylanmagan bo'lsa, o'sha fail deydi, o'sha muvaffaqiyatsiz yana yangi Toshkentdan takrorlanishi mumkin. Ya'ni bunaqa iqtisodchini qo'shgan holda, jalb qilgan holda shu nima mehnat bozor sifatida yaxshi shakllanadimi, yo'qmi? Biznesga keladimi, yo'qmi? Shu narsa o'ylanganmi, yo'q? O'sha narsa. Yo'q, bu yerda aniq keladi deb turib biznes sentr qilib qo'ysangiz-da, mana Yunusobodda ko'rgan bo'lsanglar, galeriya Citymi? Galeriya anaqa bor, zo'r ochildi. Ko'rgan bo'lsa, borgan bo'lsanglar. 2-3 marta bordim, bolani aylantirib nimadir qilib qaradi. Odam yo'q ichida. Lekin hamma magazinda deyarli to'lgan-da, odam yo'q. Ular qurgan qaysidir anaqa. Balki endi yillar davomida kelib paydo bo'lar deyapti. Lekin odam yo'q. Yangi Toshkent shunaqa bo'lishi mumkin-da, balki, bilmayman. Umumiy fikr sifatida aytayapman. Rahmat hammaga kelganinglar uchun. Qisqacha bugun muhokamamiz Esdaka. Rahmat. Rahmat. Rahmat sizlarga ham.